1941-yilda nemislar uzun va chuqur bir quduq qazishimiz uchun bizlarni majburlashdi. Choramiz yo'q edi. Biz ularning aytganini qildik. Keyin esa bir guruh yahudiylarni olib kelib biz qazigan quduqning ichiga tashlab yuborishdi. Keyin esa bizga tikildi-da, ularni tirikligicha ko'mishimizni buyurdi. Ammo bizlar va rus asirlar bu vahshiyona buyruqni birgalikda rad etdik. Ularga itoat etmadik. Ular esa yahudiylarni quduqdan chiqarishimizni bizga buyurdi. Deb o'yladik hamki, ularning o'rniga bizni quduqqa otib yubordilar. Keyin esa yahudiylarga qaradi-da, bizlarni tirikligimizcha quduqqa ko'mishlari kerakligini aytishdi. Biz bir onda shokka tushdik. Yahudiylar hech ikkilanmay bizlarni ko'mishni boshlab yubordilar. Deyarli ko'milib bo'lganimizdan so'ng esa nemislar ularni to'xtatib, bizlarni u yerdan chiqarishga buyruq berdilar. Boshimiz tepasida baqirayotgan nemis qo'mondonning bu harakati bizlarni hayron qoldirayotgan edi. Va u shunday dedi: "Biz sizlarga yahudiylarning qanaqa jonzot ekanliklarini, ular qanchalik nonko'r, berahm va hissiz ekanliklarini ko'rsatishga urindik.